Changshalik Jovzulung nima uchun Liu Bei tarafidan yaxshi aytib olinmaydi? Liu Bei nima uchun bu yerda Jovzulungga ishonmaydi? Hatto Liu Bei Baydo baliqda olamda o'tishdan burunmi Zhugulianga bu yerda Jovzulungni Jigrin Qi Changlong buning Zhongyong deb qattiq eskartdi. Ondan sonra bu yerda Changshalik Jovzulung to'g'risida parangiz baqayli. Mazmun qiziqadigan do'stlar meni guanji qilib, bir tal yaxshi bilib, filmning davomida diqqat qilinglar. Qissa haqida bayon. Endi bu yerda Changshalik Jovzulungni bu Guayu Zhangfeilar emas, hatto eng keyin qitilgan 5 yil va sanqının qatoriga kirmaydigan Wei Yang'ni silishdi olmaydi. Bu yerda Liu Bei Hanzhong diyorini olgandan keyin, Hanzhong bey bo'lgandan keyin Hanzhongning eng muhim harbiy huquqini Wei Yang'ga topshirdi, Hanzhongni qo'g'dashni. Jovzulungga hech nima yo'q. Ya'ni Hanzhong diyorini olgandan keyin bu yerda Wei Yang'ning Liu Bei jitvandagi o'rni Jovzulungdan eshib ketdi. Zhang Fei Langzhongni tutib turdi. Langzhongning butkul harbiy huquqi Zhang Feining qo'lida. Guayu Jingzhou'ni tutib turdi. Ma Chao Yangping qo'rolini tutib turdi. Huangzhong Sichuanning harbiy huquqini tutib turdi. Biroq bu yerda Jovzulung faqat Liu Bei'ni qo'g'da shaxsiy armiyasining atratining Baobiao jitvanning Dujansi deb qo'ymizmi? Mushundaq. Unda esa bu yerda Liu Bei nima uchun Jovzulung ancha ishinib ketmaydi? Qachondan boshlab ishonmas bo'lib qoldi? Birinchi bo'lib bu yerda Liu Bei Jovzulungga erishgandan boshlab. Ya'ni bu yerda Liu Bei Tao Changga yordam berib, Shuzhou baliqni qo'g'dab, sav-sav qarshi turmaymiz degan vaqtning o'zida Gongsun Zhendan kimni so'rdi? Changshalik Jovzulungni so'rdi. Jovzulungni so'rab bo'g'cha Jowyun ma'qul Liu Bei'ga agsha, voy men sizga inulay, voy akal deb ma'qul. Endi Tao Chang yordam berib, bu yerdagi sav-savni chekindirib bo'ldi. Shiyi baliq tutdi. Shu vaqtning o'zida Jowyun mening ishim tugabdi. Endi Gongsun Zhendan qo'shib ketaymi deb baqdimi? Yo'q, qat'iy deb baqmadi. Davomli Liu Bei'ga chaplashdi. Demak, Liu Bei birinchi bo'lib to'xtatdi. Magoy ay kichkinan manfaatni debla, abeshitki Gongsundan tashlab butunlay mantarak o'tib ketdi. Sal ehtiyot qilsam bo'g'dakchimi deydim. Yana buni kimga silishtirib baqdi? Guayuga silishtirib baqinglar. Guayuga savsa nurg'un narsani birobatdi, inonmadi, boylik vadi, qizvol vadi, ot vadi. Lekin bu yerda Guayu hammani tashlab ketdi. Navodi Jowyunga savsa ochta qilib qo'ysargiz kimmigidakchimi deganni Liu Bei o'ylamamdi. Ikkinchi bir muhimya Changbanpo davoni. Yani bu vaqtning o'zida bu yerki sav-sav Liu Bei'larni 2 kunduz qo'g'laydi. Shiyin baliqni tashlab Jangchaga Liu Qi Begzodani qo'shib qochdi. Endi shu vaqtning o'zida bir tarafdan urushib, bir tarafdan qechiyotdi. Qocha birikkan bo'lganda qarsa, buning shaxsiy qo'g'dug'isi Teshin Baobiaosi Jovzulung yo'q. Bu Jovzulungni aytdi, biz ko'mdik shunlar nurg'ullarning dedi. Jovzulung sav-sav el bo'pti. Sav-sav taraf o'tib ketdi dedi. Sizlar Liu Bei bir ishini bir ishonmay qoldi. Endi shu vaqtimizda hammaylar Jowyunning eng chong botirligi Qi Jingqichu sav-savning bo'ktirimizga 7 qatim busib kirib, 7 qatim busib chiqib, bu yerdagi Adu Liu Shenni qutuldirib oldi. Oshtoq botirlik ko'rsatgan tursa deb o'ylayaptilar. To'g'ri. Shuninglar bu yerda Liu Bei deb bu Jowyun to'g'ri xiyol qilib qo'yguncha, Jiraqiyadan Changbanpodan kivatdi bu yerdagi Jowyun. Shular Jowyunni ko'rib, bu Aduni qutuldirib kes qanday qildi? Pokku tashlayapti. Endi bu yerda Liu Bei'ning balni tashlab etishimi ajoyib aqlliqligi, intayin saqligi. Birinchi bo'lib, navodi buni voy rahmat deb olsa, o'ylab qo'yinglar Jovzulungga qon qarz bo'lib qoldi. Jovzulungga ko'ngil qarz emas, qon qarz bo'lib ketib qoldi. Shuninglar buningdan keyingi vaqtimizda o'zining qo'llashib ishlagan bir sarkardiga bunda qilib qolib qolsa qanday boshqurdi? O'zi o'lib ketgandan keyin balsi buni qanday boshqurdi shunami? Shuning uchun darhol balsini aytib deb, "Men sen kerak, bu lozim emas" deb, yoki aksicha Jovzulungni o'zi ko'ngil qarz qilib qo'ydi. Voy men sen bak amroq salli bo'lsam bo'ldi, undaq balning men kerak yo'q deb. Endi shu vaqtdan o'zidan boshlab nima uchun Liu Bei yana bir qatim Jovzulungning gumonlanib ishonmas bo'lib qoldi degan vaqtimizda to'g'ri Jovzulung tarafdan o'ylasanglar botirlik ko'rsatgan. Biroq Liu Bei tarafdan o'ylab qo'yinglar. Jovzulung degan Liu Bei'ning shaxsiy qo'g'dug'chisi. Sen nima uchun shundaq muhim vaqtda, eng muhim vaqtda Liu Bei'ni qo'g'damay, buning xotinini, bolasini qo'g'daysa, uni xotinlashning nemishing bilan munosabating varmiya? Shundami ya? Liu Bei tarafdan o'ylab qo'yinglar. Shaxsiy qo'g'dug'chi degan Liu Bei'ning nazarida Liu Bei o'z eng muhim xotin bolalar emas. Liu Bei hayotli qolsa xotin malalaydi, balasim bo'ladi. Liu Bei o'lib ketsa xotin bolalarining jinjul saqqog'ining qilchak bit yo'q. Liu Bei yadromiyada. Savsa Liu Bei'ning xotin bolasini deb kelmadi, Liu Bei'ning o'zini deb keldi.
Demek bu yerki Zhao çukum Liu Bei'ni qoğduş gerek, o xotun ballarını emas. Zhang Fei bilen Guan Yu qarab bakınla, Liu Bei'nin qaşıdan bir qadam ayrılmadığı şu vaqtın oldu. Acaba ular Liu Bei'nin xotun ballarını tunmanda, acaba bularning özünün xotun balları yok mu? Ya, şu vaqtın özüde Zhuliang bir aql gösterdi Guan Yu'ga. Hozir bizni qutuldirib ketishimizga faqat sil darhol Jangshaga berib Liu Chi Begzadini oldimizga keladigan taklif qilsizlar. Sizning chiroyli to'riq atri kunga 1000 chaqirim mang'alaydi, yarim kunda baralaylar desa, Guan Yu nim dedi, ma birdan bir amal. Liu Bei'ni butkul qo'shinni qutqizib qolalaydigan birdan bir amal. Lekin mushundaq olqilq vaqtmi bu yer Guan Yu men og'amdan bir so'rab baqay, ma'qulligini anandan keyin manga aytib atdi. Mana sadoqatman deymiz. Qo'l ostida ishlagan sarkarda birodar sherikga mandaq sodiq bo'lish kerak, mandaq tang turish kerak. Bu yerda Zhao Liu Bei'ni tashlab qo'yib, xotin bolalarni qutqizmaydi deb yurganning o'zi Liu Bei'ga nisbatan yaxshi emas. Shuning uchun ishonmaydi buningga. Kim biladi u yerda mengib yurib amal yo'q, savsavim qetlanmay yenib keldingmi? Va yak orliq ko'ngilda g'umbos balak bir ishni o'ylab kallangda o'tkazolmay qo'yib, "Voy bo'ldilar, yenib kelay" deb yenib kelib qoldingmi? Shunami? Mana shu vaqtdan boshlab bu yerda Liu Bei Zhao Yunga yeni bir qitim deb ishonmaslik nazar bilan qaraydi. Shuning uchun bu yerda Liu Bei Hanjun xoni atalgandan keyin 4 chung oliy sangun Da Zhangjun bekitgan. Zhao Zulong işi kiranmaydı. Yani bu vaktimizde Chen Zhangjun aldı Turşavul Ali Sangun Guan Yu, Yu Zhangjun Onkul Ali Sangun Zhang Fei, Solkul Ali Sangun Ma Chao, Arqbel Ali Sangun Huang Zhong. Zhao Zulong'un hiç kandak unvanı yok. Hem de bazılar deyişi mümkün 5 yol basangundan biri o deb. 5 yol basangun diyen pekatla hürmet nami. Canolama yol basangun, Chayan sangun, Büyür sangun, Kaplan sangun diyen fakat lakandek bir hürmet nami. Haqiqiy otugat berilgan amal mansab nom emas. Endi shuni bilan bu yerdagi oxirgi bir jang yilin jangi. Ya'ni bu yerdagi Liu Bei Sunchuan 70 tuman lashkarlar hujum qilishdan burun mush vaqtda maslahatga vaqtimizda Zhao Zulong'ning dedi o'tirib chiqib, bizning haqiqiy dushmanimiz Han Qaqaligining cho'ng dushmani degan Cao Cao. Biz Cao Cao'ni yo'qotdi, Cao Cao hujum qilishimiz kerak. Sening Sunchuan hujum qilishing xato bo'ldi. Unda qilsak bo'lmaydi deb uchuqdan uchuq lashkarlar oldida bosh bo'lib qarshi chiqdi. Boshqalar qarshi chiqib petinamagan bu. Shular Liu Bei qanday qildi? Qattiq ochiq kelib, "Maqlavka, sening jangga bag'ing bo'lmasa, uyingda o'tirib mana dangilingni o'ynaya, opamayman seni. Men sen muhtojman, sen bo'lmasam jang qilib kelganman o'z vaqtidami, e'lon qila olmayman." Shunami? Endi nurg'unlab bu yerga Liu Bei'ning yengilib qoldi deyish mumkin. To'g'ri, jang deganda yengish bo'lib turdi. Biroq shu vaqtda Zhao Zulong'ning o'rniga Guan Yu, Zhang Fei, Ma Chao, Huang Zhonglar esa hech nima demay bordi. Huang Zhong bordi aynan ve yemma bordi. Demak, Zhao Yunning mushqilini sal nodonlik. Shuning uchun bu yerda Liu Bei o'lib tutgandimi bu yerda Zhuliangga Baydada vasiyat qoldigan vaqtimizda bu Zhao Zulong'ni bek e'tiborlab yuqori mas'uliyatda ishlatib bo'lmaydi. Cho'ng ishning o'disidan chiqolmaydi Zhao Zulong. Kichik urinlashtirgan ishlarni joyida qila oladi. Biroq cho'ng ishlarda Zhao Zulong tayanıqlıq emas deb vasiyat qoldi. Mana shuning uchun bu yerda Zhao Zulong'ni Liu Bei jitvanimi bek e'tiborlab ketanmaganining sababi mushada. Yeni bir bu yerda Zhao Zulong uch parchalar haqida qilsatki, yeni bir botirga o'xshaydi. Kimga o'xshaydi? Bildiganlar yo'lini qoldirib qo'yinglar.